bilasizlar. Bas gapiryapman chunki erim uxlabdi. Sizlar bilan bugun oxirgi gid reydimiz Rossiyada. Sizlar bilan bugun bu yerda ishlatib tugatgan narsalarimga obzor qilamiz. Beauty blogerni bironta banочкасы pustoy bo'lishi bu juda qiyin. Birinchi bo'lib mana shunaqa kojamni sponsori bu Lagom brendi. Qaranglar, bitta ham qolmadi. Damzor shunaqa kojani napitать qiladi. Bundan keyin kremini ishlataman. Prям qaranglar. Ortiqcha izoh shart emas. Bularni juda ham yaxshi ko'raman. Bilasizlar, hozir men qanaqadir ton ishlatmayapman. Faqat Maybelline ishlataman, как подложка. Lekin ton tonalniy krem kerak bo'lsa sizlarga, eng zo'ri mana shu kushon. Prям judayam lёгкий, shunaqa chiroyli ton qilib beradi. Poдружкаdan olganman. Endi tushlarga kelsak, tuga qayta oladigan narsam kiprik uchun bu tush emas, toplash siviritka. Juda ham zo'r, lekin maqtashdan ham уже charchadi. Chilarni qaranglar. Yine ma'qul. Endi konsilerga kelsak, konsiler Eau Vivienne Sabo bilasizlar, men juda ham yaxshi ko'rardim. Lekin bu plotniy. Bunga 10 dan 8 beraman. Hozir уже yoz kelyapti. Bunaqa plotniy ton qilishingiz kelmaydi. Plotniy konsilerlardan eng zo'ri mana shu. Va keyin bu makiyajlarni qilgandan keyin chiroyli qilib, toza qilib, yaxshilab yuvirish kerak. Chalasi ham zo'r narsa. Sen mana shunaqa gidrofilli masla bu Lagomdan qaranglar, va shu уже qolmadi. Prям zo'r. Ishoninglar menga, prям zo'r. Keyin Мыцелярная вода. Birinchi marta olmayapman. Bu faqat по-моему Rossiyada bor. Bu двухфазный suvchasi va yog'i ham bo'ladi. Siz quruqcha bo'lmaydi. Bu borada yana Lagomni penkasini ham aytib o'tay. Bu ham juda ham yaxshi. Qaranglar, уже siqib mana pastda ozgina qolgan. Va bugungi mana shunaqa obzorimiz tugadi. Yana nimaga o'zimni obzorimni qilay, pastda yozib qoldiringlar. И всем пока.